Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun men sizlarga tut daraxti kasallari fanidan tut daraxtining yuqumli va yuqumsiz kasallari mavzusini o'tamiz. Bunga asosan 3 ta rejada o'tamiz. Tut daraxtining kasallari fanining ahamiyati, tut daraxtining kasalligining turlari va tut daraxtining kasallarga qarshi kurash choralari mavzusi bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Har qanday o'simlikda uchraydigan kasallik uning tashqi va ichki xususiyatlarini o'zgartiradi. Jumladan nafas olish, oziqni o'zlashtirish hamda suvni bo'latish qobiliyatini buzadi. Natijada uning rivojlanishi sekinlashadi. To'qimalar qisman yoki tamoman quriydi. Hosil kamayadi. Ko'pincha o'simliklar nobud bo'ladi. Demak, tashqi sharoit yoki har bir mikroorganizmlarning ta'sirida o'simlik normal o'sish holati buzilishi o'simlik kasalligi deb ataladi. Havo hamda tuproq temperaturasining pasayishi yoki oshishi, namlik yoki bironta moddaning yetishmasligi yoki ortib ketishi kasallik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bakteriya kasalliklarining 1931-yilda Sanishning jarari tajriba uchastkasida professor Nikolay Grigoriyevich Zaparmetov tomonidan aniqlangan. Kuchli kasalliklarning nodonlarga barglarni oqarib ketishi va barg hosil bahorgi qutlar boqish davrida 72% gacha, yozgi qut boqish davrida esa 71% gacha kamayish kuzatiladi. Kasallangan barglar boqilayotgan qutlar o'sishi 12 kunga cho'zilib ketishi, hayotchanlik 69% gacha kamayishi, pillaning massa hamda pilla qobig'ining yengil bo'lib qolishi kuzatiladi. Xloroz kasalligi O'zbekistonning Farg'ona va Zarafshon vodiysi viloyatlarida, Qoraqalpog'iston hamda O'rta Osiyoning boshqa respublikamizning boshqa joylarida keng tarqalgan. Shu sababli bu kasallikka qarshi kurash choralari sog'liq xodimlari tomonidan yaxshi o'rganib chiqilgan. Bu kasallikka qarshi chidamli tuzorlar yaratish yo'lga qo'yilgan. Asosan kasalliklarga qarshi kurash choralarida biz kasalliklardan yuqumli kasalliklar hamda yuqumsiz kasalliklar, bunda tut daraxti yuqumli kasalliklardan zambir qo'zg'atuvchi kasalliklar 83% ni tashkil qilishini bilamiz. Asosan bu zambir qo'zg'atuvchi kasalliklardan unshudring, fizarioz, pukak kasalliklari ko'plab zarar berayotganini biz ko'rishimiz mumkin. Zarar berish jarayonida kasalliklar turlicha ko'rinishda bo'lishi, Surxondaryo viloyatida bu kasalliklar unshudring kasalligi hamda yosh nihollarni yetishtirish tajriba xo'jaliklarida kuzatganimizda nihol yetishtirish jarayonida so'lish hamda vertilyoz kasallarni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bu kasalliklar natijasida ko'chatlar soni keskin kamayishi hamda qurt boqish jarayonida pilla barg hosiliga ta'sirini kuzatishingiz mumkin. Ayniqsa yurtboshimiz tomonidan hozirgi kunda ipakchilik sohasini rivojlantirish uchun takroriy qurt boqish joriy etildi. Shu joriy etilgan qurt boqishda Surxondaryo viloyat sharoitida 5 martagacha takroriy qurt boqilmoqda. Boqish jarayonida yangi tuzorlar barpo qilinyapti. Barpo qilingan tuzorlarda asosan unshudring hamda fizarioz kasalligi, pukak kasalligi natijasida tut hosildorligiga katta ta'sir ko'rsatilmoqda. Endi shu ko'rsatilgan ta'sirlar natijasida tut daraxtining kasallaridan eng kuchli zarar ko'rayotgan tajriba xo'jaliklarimiz hamda tuzorlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bunda hozir Surxondaryo viloyatida unshudring kasalligi eng ko'p tarqalganligi hisoblanyapti. Bunga sabablar turlicha. Afg'on shamoli hamda o'simligimizda chang hamda g'uborlarning ko'p bo'lishi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Hozirgi kunda kasalliklarning oldini olish uchun biz quyidagicha qarshi kurashlarni o'tkazamiz. Daraxtlarda temir kupurasini solib yerda yumshatiladi. Agar tuproqda ohak moddasi ko'p bo'lsa, u sulfat kislotasi bilan nordonlanadi. Solingan kislota tuproqdagi kalsiy karbonatni sulfat karbonatga suvda erimaydigan temir tuzini o'simliklar o'zlashtira oladigan tuzga aylantiradi. Bundan tashqari qo'shimcha oziq sifatida tut daraxtiga muz kupurasining 0,5-1% rux sulfatining 102 hamda
0,5% eritmasi purkaladi. Yer osti suvlari yaqin bo'lgan joylarda zavorlar qaziladi. Daraxtlarda tuproq sharoitiga moslab sug'orish lozim bo'ladi. Agrotexnik choralarga tusorlar orasida chuqur har gektariga 100 chuqur haydalib, har gektariga 180 kg azot, 90 kg fosfor, 45 kg kaliy berish tavsiya etiladi. Begonotlarga qarshi kurash, hayvandlash, qalamcha olish va qalamchalarni sog'lom daraxtlarni tayyorlash tavsiya etiladi. Oziq tutlarni bahorda qurt boqish uchun kesishdan oldin 2% xelat preparat eritmasida doralash kimyoviy choraga kiradi. Bunda gektar hisobida baland tanali tutlarga 2,5 litr, buta tutlarga 3000 litr preparat sarflanishi kerak. Tutlar bahorga qurt boqishda kesilgandan keyin 3% xelat eritmasi 2 muddatda birinchi marta yangi o'sgan navdalarga bahorga xloroz belgisi ko'rinishi bilan va ikkinchi martasi esa bundan 6 kun o'tgandan keyin qo'llaniladi. Tut bargi navdalarida ko'klamning qurt boqishiga kesilgandan keyin 0,8% antixloroz preparatini sepish ko'proq samara beradi. Hava qurtlarga zarar keltirmaydi. Agar xelatni yoki antixlorozin preparatlar bo'lmasa, u holda tutning barglari navdalarini qurtlarning 4-5-yoshiga kesishdan oldin 13-14 kun oldin qo'llash mumkin bo'ladi. Temir kuporasini suvdagi eritmasi bilan bir marta tutlarning gektariga 2,5-3 litr hisobda purkasa bo'ladi. Shu tarkibda eritmalar oziq tutlarda qo'shimcha ravishda yana qurtga kesilgandan keyin yangi navdalar bargga kasallik paydo bo'lishi bilan va undan 10 kun o'tib purkalsa bo'ladi. Sizlar bilasizlar, ipak qurtlarimiz manafaq oziqlanuvchi hasharot hisoblanadi. Faqat tut bargi bilan oziqlanadi. Shuning uchun biz takroriy boqish davomida ham barglarni kimyoviy preparatlardan foydalana olishimiz qiyinroq bo'ladi. Preparatlar eritmasini tayyorlashda va purkashda funguslarni qo'llash, ehtiyot choralarini ko'rish shart hisoblanadi. Ko'proq biz yopishqoq komissiya moddasining oqish kasalligi, ya'ni biz bilamiz, tutlarlarda kuchli o'sish jarayonida yo'g'on shoxlarning va tanasining kesish, ya'ni yoshartirish tufayli tananing yog'ochli qobig'ini jarohatlab, bu yerdan yelimsimon quyuq moddalar oqib qolishini ko'ramiz. Bu yerdan kasallik qo'zg'atuvchilarning kirib, yelimsimon moddani achitadi. Natijada tananing kesilgan joyi o'zakkacha chiriydi va uning nobud qiladi. Lekin bu kasallik sababi hozircha o'rganilmagan. Oldini olish uchun tana yoki shoxni kesilgan joyiga 1% formalin hamda 100 qism suv qo'shib yoki 5% temir kuporasini purkash va ustidan mol go'ngga voy aralashtirib chaplash hamda tutlarni haydash va o'g'itlash zarur deb hisoblanadi. Bizga ma'lum, har bitta o'simligimizni kasallarga qarshi kurashayotganimizda, ayniqsa zamburug'li kasallar bo'lsa, bizlarni urug' dorilag'ichlar yordamida dorilashimiz tavsiya etiladi. Urug' dorilag'ichlarni kimyoviy preparatlardan Maksim dorisi bilan preparatlasak, organik dorilarimizdan bor. Bu trexindan tayyorlanadi. Argamika F urug' dorilardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu urug' dorilarimiz o'simlarning ekish jarayonida qo'llanilganda o'simligimizda tuproqdagi zamburug'larni unib chiqishi yoki rivojlanishini oldini olish hollari kuzatildi. Agar o'simligimiz kasallangan yoki zararlangan joylariga ertaroq ishlov bermasak, mana shu vaqtgacha sizlar bilasizlar, hech qaysi tutlarlarda ishlov berilmagan yoki kasallarga qarshi kurash qo'llanilmagan. Hozirgi kunda tutlarimizni yosh tutlar 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan tutlar, 5 yildan 10 yilgacha hamda 10 yildan 25 yilgacha yoki 25 yildan yuqori tutlarimiz bor. Bu tutlarimiz turli xil tabiiy ofatlar natijasida yoki iqlim o'zgarishi yoki turli xil joylarda rivojlanayotganini ko'radigan bo'lsak, 500 yoshgacha bo'lgan tutlarni Surxondaryo viloyatida ko'rishimiz mumkin. Qarasak, barglari, navdalari o'zgargan. Puka kasalligi bilan rivojlangan, hosil kamaygan, barglarning
kichkina bo'lib qolganini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Asosan biz tut daraxtida zamburug' kasallari hamda po'ka kasallarini ham salbiy zararlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi. Qancha bo'ldi?